Onajon, nimani o'qiyapsiz? Bizga ham o'qib bering. Go'zal ismlari va ismi azam kitobidan Oysha onamiz husnbuzarlar ketishi uchun o'qiladigan duoni o'qiymiz. Yo Oysha, husnbuzar qurib tushishi uchun quyidagi duo qil deb buyurdilar payg'ambarimiz. Allohumma, ey kattani kichik va kichikni katta qiluvchi Rabbim, mendagi husnbuzarni kichik qil, yo'q qil dedilar. Shundan so'ng Oysha onamiz raziyallohu anhu duoni o'qidilar va husnbuzar qurib yo'q bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Quloq og'rig'i bor ekan. Endi quloq og'rig'ini davosi haqida o'qib beraman. O'qib bering. Sizlarga lozim topsangiz. O'qib bering. Allohning har narsaga qodir ekanini bilmadingizmi? Osmonlar va yerning hukmdorligi Allohga xos ekanini va sizlar uchun Allohdan boshqa biroz do'st yoki yordamchi yo'q ekanini bilmas edingizmi? Shunaqa endi boshqasi ekan. So'roqning yengillatirish davosi. Dedi Qosim. Endi nimani o'qib berasiz? Endi to'xtaylik.